Bu videoda men Brawl Stars'ni shunaqa darajada kesib yengillashtirdimki, uni hattoki kalkulyatorda ham o'ynasa bo'ladi. Lekin boshlashimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga yoqimli tomosha. Men hal qilmoqchi bo'lgan asosiy muammo Brawl Stars'ning yangi versiyalari hozir 2 GB atrofida joy olyapti. Bundan 3 yillar oldin telefonimda bemalol mazza qilib o'ynardim. Hozir bo'lsa shunaqa ko'p efektlar, yangi kontent va keraksiz musullar ko'payib ketganki, eski telefonim bu nagradlarni ko'tara olmayapti. Shuning uchun hammasini o'z qo'limga olib, o'yinni ekstremal darajada kesishga qaror qildim. Eng oxirgi versiyani sketch qildimda, kesishga tayyorlanib turgandim, lekin tez birsini tushunib yetdim. Yangi versiyada bu ishni qilish oson emas ekan. Birinchidan, Supercell tekstura, ovoz va boshqa fayllarni shunaqa zo'r birikishni o'rganibdi, ularni shunchaki topvasa bo'lmayapti. Ikkinchidan, o'xshagan taqdirda ham sirazi banish xavfi bor. Shuning uchun taktik urush qilib 2018-yilgi beta versiyaga qaytdim. Vashti zo'r versiya, chunki fayllarni tekshiradigan tizimini mendan oldin boshqalar olib tashlagan ekan. O'yinning o'zi ham ancha yengil, onlayn rejimi yo'q, tekstura va ovozlar ham eski versiya bo'lgani uchun juda yengil vaznda. Bu menga ayni muddao bo'ldi. Odatda o'yinlarni yengillashtirishda dasturlar yordamida tekstura va ovozlarni siqib kashf holatiga keltirardim. Ya'ni ular bor, lekin ko'rinishi ovoz dabdala bo'lardi. Lekin bu safar uzoqroqqa borib, вообще ekstremal kesishni sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Brawl Stars fayllar ruxsat bergan hamma narsani, teksturalar, ovozlar, shaderlar va boshqa fayllarni butkul o'chirib tashlashga harakat qildim. Ishonavering, bunaqa Brawl Stars ancha qiziqroq ko'rinib borgan sari boshlanishiga shunchaki qiziqish uchun musiqa va ovozlarni o'chirib, o'yin o'zini qanday tutishini tekshirdim. Hayron qolarli tomoni yo'q. O'yin dahshatli ishladi. Faqat katka ichida otishmalarning ovozi va orqa fondagi musiqa yo'qligi sarg'aldir tuyuldi xolos. O'yin qotib qolmayotganligiga ishonch hosil qilgach, test uchun Frankning teksturasini olib, polностью o'chirib tashladim. Katkani o'ynab yana hayron qoldim. O'yin o'chib ketmadi. Faqat personajlarning o'rnida qop-qora narsa paydo bo'ldi. Bu esa ishimni davom ettirsam bo'lishini bildirardi. Xuddi shu usul bilan qolgan hamma personajlarning teksturasini o'chirib tashladim va o'yin haqiqiy Shadow Fight kanalini ketdi. Yana bir narsani payqadim. Mayda effektlar yassi bo'lib qoldi va hamma animatsiyalarni yo'qotdi. Chunki ular turgan papkani ham o'chirib yuborgandim. Lokalizatsiya, snaryadlar va butlarning teksturasi .exe formatidagi fayllarda yotibdi. Hech qaysi dastur ularni u yerdan topib bera olmadi. Hattoki ularni topish uchun o'zim dastur yozib ham ko'rdim. Baribir foydasi bo'lmadi. Senga bittalar, teksturalar nima kerak bor? Fayllarni polностью o'chirib tashlashim bo'ladi-yu deyish mumkin, lekin unday qila olmayman. Birinchidan, o'yin sirasi crash bo'lib o'chib qoladi. Chunki Brawl Stars uchun bu majburiy fayllar. Ikkinchidan, o'yin butkul kashf bo'lib ketmasidan oldin vizual jihatdan mo'ljal olish osonroq bo'lishi uchun teksturalarni alohida olmoqchi edim. Xullas, har xil aylanma yo'llar bilan hamma teksturalarni qora-qizil kvadratiklarga almashtirishga erishdim. Ko'rinishi juda dabdala, ko'ngil artadigan darajada, lekin shunisi vashti kurtu. Tegmay qoldirgan yagona narsa bu UI elementlar va menu bo'ldi. Chunki mening usulim orqali menu teksturalarini o'zgartirish knopkalarning razmeri yoki joylashuvini surib ketishiga, yo bo'lmasam qora ekran bo'lib qolishiga olib keladi. Endi eng asosiysi, hamma kesishlardan keyin o'yinning hajmi qancha bo'ldi? Jami 31 GB. Originalning 1.5 GB ga solishtirganda. Oldindan aytib qo'yay. Agar boshida o'yinning eski beta versiyasini olmaganimda ham baribir o'sha 1.5 GB lik original ham kesib tashlay olardim. Shunchaki bunga ancha vaqt ketardi va oxiri akkaunt banishi bilan tugardi. Mana bu kesilgan Brawl Stars'imni opsiyadagi havola orqali Telegram kanalimdan sketch qilib olishingiz mumkin. Endi bo'lmasam kesilgan Brawl Stars qanaqa ko'rinishini tomosha qilamiz. Mana bosh menyuga kirdim. O'zingiz ko'rib turganingizdek unga teginmadim, chunki hammasi asos chiqib ketardi. Umuman olganda hech narsa o'zgarmagan. Agar baytlar bo'limiga kirsak, ko'rib turganingizdek, ularning hammasi qora bo'lib qolgan. Keling, bitta kasga kirib ko'ramiz. Masalan, Shady. O'zimning sevimli personaji Spike'ni tanlayman. Ko'ryapsizlar, hamma narsa nimaligini tushunib bo'lmaydigan holga kelgan. Mana bu banka u yosh turibdi. Mana anavi tip otyapti, u ko'rinmayapti. Boshini to'ltasa tamom ko'rinmaydi. Xuddi qanaqadir horror o'yindagi deyman. Xullas, hamma teksturlar rasvo chiqqan. Mana hattoki partikllar ham ko'rinmayapti. Na gag qutisi bor, na boshqasi.
Bu shunchaki dahshat. Bu barli bo'lsa kerak. I ham barli ekan meni o'ldirdi. Bo'lmasa endi birov bo'la kirib ko'ramiz. U yerda вообще boshqacha bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yana spayt olaman. Bu yerda baribir teksturlarning ma'lum bir qismi qolibdi. Lekin baribir qolibdi. Qayergadir e'tibor beryapman shekilli. Rostdan ham horror o'ynayotgan deb o'ylayapman, lekin hech narsaga tushunmayapman. Вообще qo'rqinchli. Istalgan paytda qaysidir odam orqadan kelib ot ketishi mumkin. Mayli, UI interfeysi qolibdi, baribir, lekin interfeysning o'zi ham juda kam joy oladi. Men tekshirganimda butun interfeys maksimum 1 megabayt atrofida chiqdi. Lekin mana bu effektlar meni shunchaki qoldiryapti. Shunchaki qaranglar, qanaqa dahshat. Ayniqsa o'lim effekti. Xuddi tagida muzqaymoq turgandek. Aytgandek, men brawlerlarni ham butkul o'chirib tashlamoqchi bo'ldim, lekin bu yaxshilikka olib kelmaydi. O'yin shunchaki o'chib qolaveradi. Bu yer esa dahshat qop-qorong'u, xuddi qanaqadir horror case bo'layotgandek. Mana bu kristalliklar ham juda bog'langan, xuddi biroz qanaqadir tematik yangidan chiqqandek. Hamma narsa g'alati ko'rinyapti, lekin o'ynash baribir qiziq. Keyin загрузка ekranida ko'rinmaydi, lekin agar kimdir загрузка foni faylini ochib ko'rsa, bu yerda pasxalka bor. Topib ko'ringlar, 10 mingdan sizlarga sovg'a. O'yin ati 30 megabayt. Afsuski, hozir necha FPS berganini bilmayman, lekin 500 dan ko'p bo'lishi aniq. Chunki oddiy browserda telefonim go'yo qotib turardi, bunday uchadi. To'g'ri, onlayn yo'q, lekin botlar bilan o'ynasa bo'ladi. Bu yerdagi botlar rostdan dahshat o'ynaydi. O'zingiz ham sinab ko'ring. Bo'ldi, kayf qilib o'ynadim. Mana shunaqa kesilgan browser kelib chiqdi. Skachat qilishni o'zingiz bilasiz. Opsioniyadagi havola orqali Telegram kanalimda. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Hozircha biz hamma shu, hammaga xayr.